uyda o'g'il kutishyapti. И раз bitta tug'ruqda qiz tug'ildida ularda. Xurshida Zakirovna tug'ruq paytida qiziqarli voqea bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Haligacha eslasak, patsientim bilan birga kulamiz. Ular menda bepushtlikni davolab ketganlar. Bepushtlik bo'lgan, ular 4 yillik bepushtlik. Ikkinchi homiladorlikdan keyin homilador bo'la olmaganlar. Ularni davolaganman va o'z viloyatlariga ketganlar. 9 oy davomida o'z viloyatlarida ular davolanib, kuzatilib, aynan tug'ruq jarayoniga bizga kelganlar. Chunki aytganlar, o'zingiz bepushtligimni davoladingiz, endi oxirigacha tug'ruqgacha birga bo'laylik. Menda 2 o'g'ildan keyin o'g'il farzand deyishdi, 3-chi o'g'lim dedilar. Biz keyin ular bilan tug'ruq jarayonida bilasiz, kiyimchalarni tayinlaymiz. Уже o'g'il bola deb planировать qilinadi-ku, oilada ham hamma o'sha gender partiyalar qilishgan. Gender partiya bilasiz, hozirda urfga aylangan, ya'ni homilador bo'lishi bilan ya'ni homilaning jinsini aniqlab turib gender partiya qilishadi. Ular gender partiyada уже o'g'ilga ko'k sharlar yorishgan, xursandchilik, uyda o'g'il kutishyapti. И раз bitta tug'ruqda qiz tug'ildida ularda. Qiz tug'ildi. U juda ham xursand, bemor juda xursand. O'zingizlar adashgandan xursand, chunki ular qiz kutyaptilar. Lekin kulgili tarafi, что ular o'g'il deb o'ylashganda, bu qiz farzandni. Ular aytyaptilar, bu jinsi tug'ruq jarayonida o'zgargan, точно bilaman, chunki men от души duo qilyotgandim, qiz xohlayotgandim, mayli kiyimlar ham nechuk, hamma narsa ko'k endi unda. Chaqaloqni, qiz bolachani ko'k kiyimlar bilan o'rab, adasiga ko'rsatgan edikda. Bu juda ham qiziqarli bo'lgan, ham xursandchilik, ham qiziqarli. Buni kulib eslashimiz mumkin.